Bu ovozni butun bodybuilding olami taniydi. U dunyo tarixidagi eng kuchli bodybuilder bo'ldi. 8 marta Mr. Olimpiyani yutdi. Inson tanasi mumkin bo'lmagan vaznlarni ko'tardi. Lekin bugun u mustaqil yura olmaydi. Savol bitta. 8 ta oltin haykalcha bularga arziydimi? Ronniening javobini bilish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. U 1986-yilda Grambling davlat universitetini buxgalteriya yo'nalishini tamomladi. O'qish davrida u universitet jamoasida amerikancha futbol o'ynagan. Universitetni bitirgach, Ronnie qisqa muddat ichida Domino's Pizza'da buxgalter bo'lib ishlagan va hatto o'sha paytda har kuni pizza yeyishga majbur bo'lgan. Chunki bu tekin va arzon. Bir kuni u gazetada Texas politsiyasiga ishga qabul qilish e'lonini ko'rib qoladi. U 1989-yilda politsiya akademiyasiga o'qishga kiradi. Uning politsiyachi bo'lishga qaror qilishining asosiy sabablaridan bittasi barqaror ish va politsiya mahkamasidagi bepul trenajyor zali bo'lgan. U yerda eng zamonaviy sport anjomlari bor edi va bu Ronniega mashg'ulotlarni davom ettirishga imkon berdi. Real easy. I mean, it could be nothing. It could be just something stupid, but we're not going to take any chances here. Okay. Well. But it's never boring for Ronnie. On this day, he even responded to a bomb scare, which turned out to be just that, a scare. That's all water. That's cardboard, isn't it? And back in the gym each day, Ronnie is preparing to deliver his message to the bodybuilding world. I want to take it as far as you can take it, and that's the Mr. Olympia, which I'll be entering in September. Once you won that, you know, that's... Bularning barchasi meni shunchalik qiziqtirib qo'ydiki, men chindan ham sport zaliga yo'l oldim. O'zim shug'ullanayotgan bu sport aslida qanaqa narsa ekanligini tushunib ko'rgim keldi. Atrofga qaradim. Trenajyorning dastaklarini tortib ko'rdim. Menga yoqdi. Shunday qilib mashq qilishni boshladim. Politsiyada ishlayotganida u o'zini ulkan gavdasi bilan hamkasblari orasida ajralib turardi. Uni hamkasbi unga Metroflex sport zaliga borishni tavsiya qiladi. Zal egasi Ronnieni ko'rishi bilan uni genetik salohiyatini biladi va Ronniega quyidagicha taklif beradi. Agar musobaqalarda qatnashsang, men senga zalga bepul kirish huquqini beraman. Shundan keyin uni professional faoliyati boshlangan. U 2000-yilgacha Mr. Olimpiyani 3 marta yutgan bo'lsa ham, lekin politsiya ishdan voz kechmagan. U 3 karra chempion bo'layotgan bo'lsa ham, to'liq stavkada politsiya ofitseri bo'lib ishlagan. Keyinchalik esa u zaxiradagi politsiya ofitseri roliga o'tgan. Natijada u ko'chada patrullik qilganida jinoyatchilar uni gavdasini ko'rib, qarshilik ko'rsatishga ham duxi yetmagan. Ronnie ko'pincha politsiya formasida bo'lganida u o'sha paytda ham o'zini mashhur lightweight baby iborasini ishlatib yurgan. U mashg'ulotlarda ko'targan vaznlari ko'plab powerlifterlar musobaqa natijalaridan ustun bo'lgan. Oyoq bilan itarish u 1 tonnadan ortiq vaznni 12 marta qilgan. Bu deyarli bitta yuk mashinasini oyoq bilan itarishga teng. Gantel bilan mashqlar ko'krak mushaklari uchun har bitta qo'lda 90 kilolik gantellar bilan bajargan. Jami 180. U dunyodagi eng qimmat zalda emas, balki o'sha Texasdagi zang bosayotgan, zang hidlari chiqadigan Metroflex zalda trenovka qilgan. U bir haftada 6 marta shug'ullangan va har bitta mushak guruhini haftada 2 martadan ishlatgan. Bu o'ta yuqori yuklama bo'lishiga qaramay, uning genetikasi va ovqatlanishi bunga bardosh bergan. Uning mashg'ulot uslubi power building deb ataladi. Ya'ni powerlifting va bodybuilding aralashmasi.
Endi sizlarga savol. Roni Kulman o'zini birinchi jarohati qachon bo'lgan? Hozir sizlarga aytib beraman. U maktabda Amerika futbolini o'ynab yurgan paytida 17 yoshida umurtqasini pastki qismida jiddiy jarohat olgan. O'shanda shifokorlar unga disk churrasi, ya'ni grija tashxisini qo'ygan. O'sha paytda grija o'zi nima? Uni men adabiy tilda emas, naborot tushunadigan tilda sizlarga aytib beraman. Umurtqalar orasidagi disk kuchli bosim ostida qoladi. Ikki qattiq suyak orasidagi yumshoq disk parchalanadi. Natijada disk yorilib, uni ichidagi modda xuddi bo'lichka ichidagi murabboga o'xshab chetga chiqib qoladi. Bu chiqib qolgan modda esa darhol umurtqa pog'onasini yonidan o'tgan asab tolalarini, ya'ni nervlarni ezib qo'yadi. Natijada miyadan kelayotgan signallar oyoqqa yetib bormaydi. Shuning uchun ham Ronida og'riqlar bo'lgan va keyinchalik uni oyoqlari unga bo'ysunmagan. U uzoq yillar davomida bu og'riqlarni e'tiborsiz qoldirib, o'ta og'ir vaznlar bilan shug'ullanishda davom etgan. Bu esa boshlang'ich jarohatni surunkali yana qaytarib bo'lmas holatga kelishiga sabab bo'ldi. Ronini tanasi yemirib ketishini qanaqa sababi bor o'zi deyishinglar mumkin. Aytib beraman hozir. O'tkazib yormanglar. Birinchisi o'ta og'ir vaznlar. 360 kilo atrofidagi vaznlar bilan prisedaniya va 1 tonnali gak trenajyorda umurtqa pog'onasi va bo'g'imlariga inson ko'tara olmaydigan bosim bergan. Ikkinchisi 10 yillab to'xtovsiz mehnat. U hatto musobaqadan oldingi sushka paytida ham energiya kam bo'lishiga qaramay og'ir vaznlarni tushirmagan. U musobaqadan oldingi sushka paytida ham o'ta og'ir vaznlarda ishlagan. Ya'ni yarim kuchida bo'lsa ham. Uchinchisi, u jarohat ustida ham trenirovka qilgan. U ko'pincha og'riqni to'xtatuvchi dorilarni ichib trenirovka ham qilgan. Ronini tanasining pastki qismlari deyarli temir konstruksiyaga aylangan. Operatsiyalarning asosiy qismi qaysilar o'zi? Birinchisi, umurtqa pog'onasi. Uni deyarli barcha umurtqa disklari shikastlangan. Ko'plab operatsiyalar umurtqalarni bir-biriga metal vintlar va plastinalar bilan mahkamlash uchun qilingan. Ikkinchisi, ya'ni chanoq son bo'g'imlari, oyoqlari, ya'ni uni ikkala son bo'g'imi ham butunlay yeb bitilgan edi. Natijada ikkala chanoq son bo'g'imi ham sun'iy bo'g'imlarga, ya'ni titanlarga almashtirilgan. Uchinchisi, nerv tizimi. Doimiy operatsiyalar va og'ir vaznlar tufayli uning oyoqlarga boradigan nerv tolalari qisilib qolgan. Bu esa uning oyoqlarga atrofiyasiga, ya'ni yurish qobiliyatini pasayishiga olib kelgan. Atrofiya bu mushaklarning so'lishi. Roni Kulman operatsiyani boshdan o'tkazgan ekan. Nimaga tuzalib ketmagan? Deyishinglar mumkin. Muammo shundaki, operatsiyalarni ko'pi muvaffaqiyatli bo'lmagan. Ya'ni birinchi operatsiya bo'lgan, u muvaffaqiyatli bo'lmaganda ikkinchi operatsiya bo'lishiga sababchi bo'lgan. Ikkinchisi uchinchisiga mana shunaqa qilib ulanib ketgan. Operatsiya muvaffaqiyatli bo'lmaganligi sababli u o'zidan keyingi operatsiyalarni boshlanishiga sababchi bo'lib qolgan. Birinchi operatsiyadan keyin vintlar sinib ketgan. Ikkinchi operatsiyadan keyin o'sha o'rnatilgan moslamalar joyidan ozgina siljiganligi sababli u uchinchi operatsiya bo'lishiga sababchi bo'lib qolgan. Operatsiya o'tkazgandan keyin to'liq sog'aymaganligi paytida ham Roni Kulman trenajyor zaliga boravergan va trenirovka qilgan. Doktorlarning gapiga kirmay. Bu ham alohida sabablardan bittasi bo'lishi mumkin. Har bitta muvaffaqiyatsiz bo'lib tugagan operatsiya keyingi tuzatish kerak bo'lgan operatsiyani keltirib chiqazgan. Faqatgina oxirgi bir necha yil ichida u o'zini biroz ehtiyot qilishni boshladi. U bir necha yillardan beri Meksikadagi maxsus klinikalarga borib,
o'zini hujayralarini muolajasini oladi. Bu usul u uchun juda samarali bo'lyapti. Qanaqa samarali bo'lyapti deyishingiz mumkin. Birinchisi, nerv tolalari tiklanyapti. Uni eng katta muammosi operatsiya paytida shikastlangan orqa miya nervlari bo'lgan. Ya'ni o'sha paytdagi operatsiya muvaffaqiyatsiz bo'lganida u orqa miyasidagi nervlari ham shikastlangan va hozir u Meksikadagi klinikalarga borib, o'sha nervlarni ham tiklayapti masjiddagi. O'zak hujayralari mana shu o'lgan yoki shikastlangan nervlarni qayta tiklashga yordam beryapti. Ikkinchisi, og'riqni kamaytirish. Ronnie uzoq yillar davomida chidab bo'lmas surunkali og'riqlar bilan yashagan. Bu muolajadan so'ng u o'zini ancha yaxshi his qilayotganini va og'riq qoldiruvchi dori vositalariga ehtiyoji kamayganini aytyapti. Ronnie'ni videolarda ko'rsanglar, uni oyoqlari oldingi katta holatidan kichrayib ketgan ancha. Bu mushaklarni atrofiyasi yoki so'lishi deb ataladi. Sababi birinchisi, umurtqadagi nervlar qisilib qolgani natijasida miyasidan kelayotgan impulslar oyoqlarga yetib bormagan. Ikkinchisi, uni mushaklari uzoq vaqtlar davomida og'ir yuklamalarsiz, og'ir trenirovkalarsiz qolgani uchun so'nib borgan. Hozirda muolajalar tufayli uni oyoqlarida sezuvchanlik qaytyapti va u asta-sekin maxsus mashqlar yordamida mushaklarni tonusda saqlashga harakat qilyapti. Shifokorlarning qat'iy taqiqlariga qaramasdan Ronnie hali ham sport zaliga boryapti. U oldindan mashnaqiyi, hali ham mashnaqi. To'g'ri, hozir o'sha 360 kilo bir tonnalarni ko'tara olmaydi, lekin o'zini imkoniyatlaridan kelib chiqqan holatda trenirovkalarni qilyapti. Uni mana shu trenirovkalari uni ruhiy salomatligi uchun zarurligini aytadi. Zal mening uyim. U yerda men o'zimni tirik his qilaman. O'zi lightweight baby nima degani u, nima ma'noni bildiradi yoki u bizga qanaqa yordam beradi degan savollar tug'ilyaptimi miyangizda? Tug'ilmayotgan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Tushuntirib beraman. Bu uni eng mashhur iborasi. Ronnie buni 1 tonna ko'tarayotganda ham 360 kiloda pristaniya qilayotganda ham ishlatgan. Psixologik ma'nosi quyidagicha: miya o'ta og'ir vazn ko'tarayotganida qo'rqadi va u himoya rejimiga o'tadi. Ronnie bu iborani aytayotganida miyasini chalg'itadi. Bu yengil vazn bolajonim, men buni qila olaman. Bu qo'rquvni haydash va markaziy asab tizimini portlovchi kuchga ega. Sizlar ham mashina yetib trenirovka qilib ko'ringlar, o'zinglar ko'tara olmagan vesni ko'tarasizlar. Menda o'xshadi. Everybody want to be a bodybuilder, but don't nobody want to lift no heavy ass weight. Tarjimasi quyidagicha: hamma bodybuilder bo'lishni xohlaydi, lekin hech kim o'ta og'ir vaznlarni ko'tarishni xohlamaydi. Buni ham ma'nosini aytib beraman sizlarga. Bu gap natijaga erishishni istagan, lekin uni yo'lida har xil qiyinchiliklar, to'siqlar uchraydi va o'sha qiyinchiliklardan qochadigan insonlar haqida. U muvaffaqiyatning narxi og'ir mehnat deb aytgan. Ain't nothing to it but to do it. Buni tarjimasi, buni hech qanaqa siri yo'q. Buni shunchaki bajarish kerak. Buni psixologik ma'nosida u ko'p odamlar reja tuzadi, o'ylaydi, qanaqa bajarsamikin, bajarmasammikin, dushanba kuni zalga chiqsammikin, qaysi dushanba chiqay, keyingi dushanba chiqib qo'ya qolaman deb yurmasdan shunchaki bajarish kerak. Vassalom. Haqiqiy o'sish o'shandaligini aytadi. Yeah, buddy! Bu uni o'ziga bergan daldasi. Mashg'ulotda sherigi
yoki o'zi uchun bergan motivatsiyasi. U o'zini intervyularida shunaqa degan. Men zalga kirganimda men endi politsiyachi emasdim. Men dunyodagi eng kuchli odamga aylanardim. Men atrofdagilarimni ko'rmasdim, musiqa eshitmasdim. Men va temir bor edi, xolos. Operatsiyalardan keyin u nogironlar aravachasida bo'lib qolganida jurnalistlar undan so'rashganida u quyidagicha javob bergan. Ya'ni biga boshdagi savolga u quyidagicha javob bergan. Shuncha azobga loyiqmi 8 ta oltin kubok? Ha, men faqat bir narsadan afsuslanaman. 363 kilogramm bilan o'tirib turganimda men bu vazn yengilligini his qildim. Men 4 ta takrorlashni amalga oshira olardim, lekin faqat 2 ta qildim. Mana men afsuslanadigan yagona narsa. Uning buxgalterlik diplomiga ega bo'lishi va politsiyada ishlashi unda fikrlashishi, hisoblashishi va intizomni shakllantirdi. Shunchaki og'ir ko'tarmagan. U o'zini tanasini matematik hisob-kitob qilgan, analiz qilgan. Natijasida shu tanani qurgan. Politsiyachi bo'lib ishlashi esa unga xizmat va mas'uliyat hissini bergan. U chempion bo'lganida ham qonun himoyachisi bo'lib qolgan, undan voz kechmagan. U 17 yoshdan boshlab doimiy og'riqlar bilan yashagan. Grija uni to'xtata olmagan. Uni xatosi emas, buyukligi shundaki, u o'zini maqsadi uchun tanasini qurbon qilgan. Uni umurtqasidagi titan vintlar o'zini maqsadi yo'lida to'langan narx. Uni tanasi yemirildi, lekin ruhiyatida hech qanaqa so'nish, yemirilish, o'zgarish bo'lmadi. Lightweight baby. Bu shunchaki baqirish emas, u miyani aldash san'ati. Uni hamma chempion bo'lishni xohlaydi, lekin hech kim og'ir veslarda ishlashni xohlamaydi degan gapi hozirgi zamon uchun darslidir. U bizga shuni o'rgatdiki, inson tanasi cheklangan bo'lishi mumkin, lekin uni irodasi chegarasizdir. U shunchaki Mr. Olimpiya emas, u o'z taqdirini yenggan politsiya ofitseridir.